Usta Biloliddin, kachalik tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Assalomu alaykum. Birinchi navbatda kachalik xarid qilayotganda uni stoykasiga ahamiyat berish kerak. Stoykasi albatta 40 lik trubadan bo'lishi shart. Nima uchun? Bunga og'ir vazli odam o'tirganda sinib ketmasligi, egilib ketmasligi uchun albatta 40 lik truba bo'lishi shart. Ikkinchi navbatda uni odam o'tiradigan joyi juda ham keng, katta bo'lishi kerak. Shunchalik keng bo'lishi kerak-yu, 3 ta odam bemalol o'tiradigan bo'lishi kerak. Agar stoykasini birinchidan baquvvat qilmasa, 3 ta odamni ko'tarmaydi. Aynan 40 lik truba qilsa, ichi keng bo'lsa, 3 ta odamni bemalol ko'tara oladi. Kengligini ko'rib turibsizlar, qanchalik keng. Yonimga bu yonimga bitta, bu yonimga bitta odam bemalol sig'adi. O'zi asli bu 2 kishilik. Uchinchi navbatda zanjirlari uzun bo'lishi kerak. Nima uchun? Zanjir uzun bo'lishi kerakligining sababi u o'ynab turishi kerak. Kachalik bo'lgandan keyin bu yoqqa tebranib, odamga rohat berishi shart. Agar kalta bo'lsa, bunaqa o'ynab tura olmaydi. Shunday baquvvat, sifatli kachaligimiz atiga 2 million so'm. Bu narsalar yozda 2,5 million so'mgacha sotilgan. Hozirgi kunda aksiya qilib 2 million so'mdan dastavkasi bilan qilib beramiz. Uyingizga borib, xuddi shunday holatda yig'ib o'rnatib berish xizmati ham shuning ichida bo'ladi.